Bugun sizlar uchun sotuvimizda chotki holatdagi Cobalt'cha 2018-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada. Ranchasini qarang. Ranchasi ham необычный, chokko rang. Holati go'zal. Salonni bitta ko'rsating. Salonlari chotki holatda turibdi. Torpedalari qirilib, chizilib ketmagan, holati ajoyib. Zavodskiy cho'xollarda poliklari bor. Yurgan masofasi 71 ming kilometr bo'lgan ekan, bor yo'g'i 71 ming. Holati ajoyib. Qaranglar. Yaxshi sakadiskachalar qo'yilgan, mягкий balonlar qo'yilgan. Balonlarning ham holati zo'r. Xullas, mashina a'lo darajada. Shumkachalar bo'lgan deyapti, 3 so'm shumka bo'lgan ekan, keramika polirovkalar bo'lgan. Xullas, mashina idealni holatda. Bu mashina narxini sizlar uchun $7800 ga keltirib qo'ydik. Egalari nomeri pastda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizdan nomimizdan chiqsalaring yana ozgina kelishiladigan joyi bor. Shunaqa yaxshi mashinalar o'tkazib o'rmaslik uchun Karbazarga obuna bo'lib ketinglar.